enjoy the fun, 'cause we just begun. Hoy shirintoy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirrin ochamiz sizga. O'zlarimizni chin do'st tutaylik hayvonlarga, chunki cho'pchakda ular ishonar insonlarga. Their magic never ends, the shining twinkle tears and the brave that never fears. Just look what fun, and we have just begun the journey to Tailland with our happy band. Hoy shirintoy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirrin ochamiz sizga. Aka-uka Grimm ertaklari. Obi hayot. Kunim bitgan ko'rinadi. O'limimdan oldin o'g'illarimdan qaysi biri mendan keyin qirol bo'lishini hal qilmoqchiman. Mana qirolichani olamdan o'tganiga ham 5 yil bo'ldi. Menga halol xizmat qildinglar, sizlarning ham fikrlaringizni bilmoqchiman. Menga kichik o'g'lim ma'qul, xo'sh sizlar nima deysizlar? Hazrati oliylari unday demang. Siz hali tuzalib ketasiz. Albatta. Nima? Hali ukam qirol bo'ladimi? Bunga yo'l qo'ymayman. Otam o'lim to'shagida yotibdi. Men uni qanday bo'lmasin asrab qolishim kerak. Nima deysizlar? Otamga yordam beradigan biron mo'jizaviy dori bormi? Yo'q, eshitmaganmiz. Bir paytlar qandaydir dori haqida gapirganmiding? Esimda yo'q, unaqa dori bo'lmasa kerak. Bo'ldi shahzoda, yetar. Qirollikdagi hamma qishloqlarni aylanib chiqdik. O'zingizni ham o'ylang, biroz dam olmasangiz yiqilib qolasiz. Iltimos, eslab ko'ringlar. Hech bo'lmasa biron dori haqida eshitgandirsizlar. Nahotki mo'jizaviy dori hech qayerda bo'lmasa? Qaytishimiz kerak, shahzodam. Yaxshi. Shoshmang, shahzodam. Men bir afsona eshitgan edim. Yo'q, Ota, dunyoda mo'jizaviy suv borligini aniqladim. U barcha xastaliklarni davolarmish. Uni obi hayot deyishar ekan. Obi hayot? Ha, agar yo'lga chiqishimga ijozat bersangiz, obi hayotni topib kelishga harakat qilaman. Uni qayerdan topishni bilasanmi? Ha, hazrat oliylari, qora o'rmonda bo'ladi deb eshitdik. Lekin bu juda xatarli. Otajon, ijozat bering, men yo'lga chiqay. Sizni sog'lig'ingiz uchun har qanday xavf-xatardan qo'rqmayman. Iltimos, o'sha obi hayotni topib kelishga ruxsat bering. Axir safarga men chiqmoqchi edim-ku. Ukajon, seni unday xatarli joyga yubora olmayman. Hali juda yoshsan. Lekin sen shu yerda qolasan. Obi hayotni o'zim topib kelaman. Va otamdan keyin taxtga men o'tiraman. Ey, tur o'rningdan. Tur deyapman. Kimga aytyapman? Bu qora o'rmonmi? Uyqumni buzishga qanday jur'at etding? Javob berasanmi yo'qmi? Sendan so'rayapman, bu qora o'rmonmi? Qilig'ini qo'yib yana zo'rlik qilishini qaranglar. Hech narsa bilmayman, tushundingmi? Joningdan umiding bormi? Voy, og'riyapti. Nima qilganing? Javob ber. Jig'imga tegma, pushayman bo'lasan. Nima, qo'rqitmoqchimisan? Qo'lingdan nima keladi? Xo'p, yaxshi. Laki, slaki, mgaki. Meni kechiring, iltimos. Endi o'zingdan ko'r. Hazlashuvdim xolos. Qilmishingga yarasha jazoingni ol.
Ota, iltimos meni kechiring. Frans hanuzgacha qaytmadi. Endi ob hayotni o'zim topib kelishim kerak. Voy tavba. Daraxt shoxida o'tirgan kim bo'ldi? Agar sizni uyg'otib yuborgan bo'lsam, afv etasiz. Marhamat qilib ayta olmaysizmi? Bu qora o'rmonmi? Nega so'rayapsan? Otam og'ir kasallar. Dardlarga shifo izlab ob hayot qidirib yuribman. Ishing chatoq. Bu yer haqiqatan ham qora o'rmon, lekin ob hayotni qayerdan topish mumkinligini bilasanmi? Yo'q. Sizdan shuni so'ramoqchi edim. Afsus, bilmayman. Shoshma. To'g'ri, ob hayotni qayerdaligini bilmayman, lekin yordamchilarimdan so'rab ko'rishim mumkin. Hech narsadan qo'rqma. Kim ob hayot deb atalgan mo'jizaviy suvni qayerdan topish mumkinligini biladi? Xo'sh. Bundan chiqdi hech kim bilmas ekanda. Kechirasiz, kech qoldim. Ob hayotni qayerdaligini men bilaman. Rostdanmi? Ha, rost. O'rmonning qoq markazida, qalin tuman bilan qoplangan ko'lning o'rtasida qarg'ish tekkan saroy bor. Uni hovlisidagi chashmadan ob hayot oqadi. Oy ko'ringandan keyin tuman orasida saroy paydo bo'ladi. Oy botgach, u ham ko'zdan g'oyib bo'ladi. Darvozadan kirganingdan keyin ortga yo'l yo'q. U yerdan tirik chiqishing uchun oy nuridan kuch olib, saroyda yashaydigan yovuz ajdar bilan jang qilishingga to'g'ri keladi. Agar buni uddasidan chiqolmasang, saroy ko'l tubiga cho'kadi va umringni oxirigacha o'sha yerda qolib ketasan. Demak, oy tog' ortiga yashiringuncha saroydan chiqib ketishim kerak. Bo'lmasa ko'l tubida umrbod qolib ketaman. Kim bo'lishi mumkin? Shu yerda kutibdir. Hey! Bu yerda tirik jon bormi? Kim bor? Javob bering. Yo'q, temir tersi ekan. Qutuldim shekilli. Antiqa xona ekan-ku. Yordam beringlar. Voy, kim bor? Yordam beringlar. Iltimos. Kimsiz? Qayerdasiz? Men bu yerdaman. Qayerdasiz axir? O'tinib so'rayman, qutqaringlar. Shoshilish kerak. Hademay oy botadi. Yordam beringlar. Yaqinlashma. Malikani qutqarish uchun keldingmi? Shoshilish kerak.
Yordam bering. Ochil. Iltimos, ochil. Ochil. Ochila qolsang-chi. Ochil deyapman. Yolvoraman, meni qutqaring. Ochil, iltimos qilaman. Malika. Yovuz ajdar o'ldi. O'limdan asrab qoldingiz. Rahmat. Men ham xursandman. Shoshilishim kerak. Aytingchi, Obihayot chashmasi qayerda? Agar ulgurmasam, otam... Ana, ko'ryapsizmi? Tashakkur. Yaxshi qoling. Meni tashlab ketyapsizmi? Ma'zur tuting, Malikam. Shoshib turibman. Feberlar sulolasining belgisi-ku. Frans, nima bo'ldi? Yordam ber. Og'ir yaralanibsan, tezroq uyga qaytish kerak. Hozir. Frans. Xayriyat, o'zingga kelding. Yozef, bu yerga qayerdan kelib qolding? Qara, bu Obihayot. Гляди, это живая вода. Uni topdingmi? Agarda Yozef uni olib borsa, unda taxtga u o'tiradi. Hozir suvni almashtirib qo'yaman. Otajon, Obihayot olib keldim. Mana iching, marhamat. O'sha suvni topdingmi, o'g'lim? Ota, Tezroq aytsangiz-chi. Ota, sizga nima bo'ldi? Ay, Yozef, bu haqiqatan ham Obihayotmi? Balki adashib boshqa suv olib kelgandirsan. Bo'lishi mumkin emas. Ota, mana men haqiqiy Obihayotni olib keldim. Marhamat. Ha, bu haqiqiy Obihayot ekan. Mo'jiza! Qirol sog'ayib ketdilar. Qanday yaxshi. Yozef, nega aldading? Aldaganim yo'q. Men olib kelgan suvdan sen ham ichding-ku axir. Bo'ldi, yetar. Bor, damingni ol. Yaxshi. Ota, nahotki bu rost bo'lsa? bo'lmasam-chi, olib kelgan suv bunga dalil-ku. Nega meni birdaniga ovga taklif qilib qolding? Sodir bo'lgan bu voqeadan keyin biroz dam olishingiz kerak deb o'yladim. Lekin o'zing bilasan, jonivorlarni o'ldirishni yoqtirmayman. Qirolning buyrug'ini bajarishim kerak.
Meni kechiring shahzodam. Rahmat senga. Bu sayr ko'nglimga ancha taskin berdi. Nima bo'ldi senga? Yo'q. Meni kechiring. Nima uchun? Qirol sizni o'ldirishimni buyurdilar, janob oliylar. Lekin men buni qila olmayman. Nahotki otam O'z o'g'lim meni o'ldirib, taxtimga ega bo'lish uchun suvga zahar qo'shib bergan. Shahzodani ovga taklif qil va qulay payt poylab uni o'ldir. Yoshligidan beri unga xizmat qilib kelasan. Sendan gumonsiramaydi. Buyruqni bajar. hammasi tushunarli. Suvni Frans almashtirib qo'ygan. Nima bo'lgan taqdirda ham endi buni isbotlay olmaysiz. Vaqtni cho'zma. Buyruqni bajar. Qirolning xohishini bajarish kerak. Qani o'ldira qol, tayyorman. Shahzodam, meni kechiring. Buyrug'ingizni bajo keltirdim. Juda soz. Endi mamlakatda tinchlik hukm suradi. Ishonchimni qozonding, seni mukofotlayman. Bag'oyat minnatdorman. Ijozat bersangiz iste'foga chiqsam. Bizni tashlab ketmoqchimisan? Ha, Yozef, siz bu yerda qiladigan ishim yo'q. Ijozatingiz bilan, janobi oliylari. Qo'yaver. Qaytanga ketgan yaxshi bo'ldi. Ota, Taxtni senga topshiraman. ana endi qirollik meniki. Shoshmanglar, sabr qilinglar. Kim bo'ldi? Sanam kim ha? Bu qirollik shahzodasi obi hayotni axtara turib bizni saroyimizga tashrif buyurdi va meni yovuz ajdar changalidan xalos qildi. Uni bugun taxtga o'tirayotganini eshitib, bizni qirolligimizni ham boshqarsa deb iltimos qilib keluvdim. Mana bizni toj. Juda soz malika. Sizni mamlakatingizni ham odillik bilan idora qilamiz. Lekin shahzodani o'zi qani? Nima ko'rmayapsanmi? Mana u. Yo'q, bu emas. Obi hayotni olgani boshqa shahzoda kelganida. Yozef, o'g'lim bechora. Meni kechiringlar. Ushlanglar uni. Meni qutqargan shahzoda qayerda o'zi? Unga nima bo'ldi? Iltimos javob bering. O'ta mudhish xatoga yo'l qo'ydim. Fransni yolg'on gaplariga ishonib begunoh o'g'limni o'limga mahkum etdim. Janob oliyalari, sizga nima bo'ldi? Ko'zingizni oching. Malika. Meni shahzodam. Malika, sizga nima bo'ldi? Yordam beringlar. Malikaning ahvoli og'ir. To'xtanglar. Uzr, sizlarda bir qultum suv topiladimi? Iltimos. Hozir olib kelaman. Bu ovoz menga tanish. Malika, ehtiyot bo'ling. Marhamat, mana suv. Rahmat. Jamamda sizda obi hayotdan yana qolgan ko'rinadi. Yo'q, bu oddiy suv. Obi hayot emas. Bu sizmisiz? Meni
shahzoda. Yo tangrim, malika. Yana suv kerak emasmi? Qasrga qaytadigan vaqt bo'ldi.